Assalomu alaykum, qarab oring. Va alaykum assalom, hozir bolalar qarab olishadi. Yo'q, o'zingiz qarab oring. Mayli. Turmushga chiqayotgandim, shunga sarpamga maishiy texnika olayotgandim. Juda yaxshi. Unaqa bo'lsa, Xalidiniydan boshlay qolamiz. Sizga qaysi biri yoqyapti? Sizga qaysi biri yoqyapti? Menga masalan, mana shunisi ham ma'qul. Shunisini olamiz. Mayli. Kir mashinani mashina olishingizni tavsiya qilaman. O'ziga o'xshab baquvvatidan. Sizga shu ma'qulmi? Ha, kirlarni yaxshi yuvadi. Yaxshi, shundan bering. Bir metoda. O'zi ham rosa vaqtida kelibsiz. Hozir Imkon savdo markazida belgilangan maishiy texnika va smartfonlarga 50% gacha chegirmamiz bor. Boshlang'ich to'lovsiz 12 oy muddatga birgina pasport bilan xaridsiz bo'ladi. Aksidagi mahsulotlarimiz faqat cheklangan. Unday bo'lsa, telefonni tanlang. Tanlab qo'yganman mana. Juda yaxshi. Olamiz. Qanday? Odam sal aytishga xijolat bo'lyapti. O'zi bularni tanlashga kuyov bola bilan kelsangiz yaxshimidi ekan? Kuyov bolasiz? Tushunmadim. Anchadan beri sizni kuzatib yuraman. Menga juda ham yoqib qoldingiz. Siz hozir bitta maishiy texnika bilan men sotib olaman deb o'ylayapsizmi? Kechirib qo'yasiz. Men siz o'ylagan yigitlardan emasman. Ana tashqarida turgan BMW X7 kimniki? Yo'l yopib qo'yib, olib qo'yinglar. Meniki hozir olaman. Mayli, taqdir emas ekan. To'y qachon jonim?